Bugünkü video dersimizde 7. sınıfta ötüdüğen rasyonel ifadele mavzusunu başlayımız. Bu mavzu çoğun boğaçqa, bunu ben 3 video dersga bölüp çıktım. Şunun bilen bugünkü birinci video dersimizde biz rasyonel ifadelerini türlendirishni öğrenimiz. Aldın ala bütün ifadelerin imkanının ismi sep gidelim. Bütün ifadede sanlar ve harflerin arasında qo'shish, elish yoki ko'paytirilgan belgiler arqali türlengen ifadeni biz bütün ifade deb ataymiz. Mana muşta misollarni men keltirdim. Kesir ifadelerde mushu ifadelarni ataymiz. Bu yerda endi kesir deganki surati bilan mahraji bo'ldi. Endi ratsional ifade degan nima desanglar, qaranglar. Ratsional ifadede mushu bütün ve kesir ifadelerinin umumiy cemi namını biz ratsional ifadeler deb ataymiz. Shu chog'da ratsional ifade A bölüngen bu türde yazıldı ve eğer bütün yoki bo'lmasa kesir ifadelerde bizde mahrajlarda bütün sanlar bo'lsa, ratsional ifadalerde bütün san emas, bu yerda o'zgarguvchi kirgizildi. Aslida kesir ifadeler mana buni mahrajini ko'rasizlar-ku. O'zgarguvchi va bu yerda san emas, x, y degandek harflar to'g'ashqa. Bu ratsional ifadede yana bir ders deb ketgan narsamiz, eng muhim narsamiz bu yerda buni mahraji. Biz bilmez, hech qachon biz nolga bo'lamaymiz deb maktabda o'rganamiz-ku. Undan keyin cho'ng sinfda universitet sal boshqacha o'rgatadi, biroq hozircha biz ifadani nolga bo'lishga bo'lmaydi deb shu nolga bo'linmaydigan sonlarni qarashtirishimiz kerak deymiz. Mana shuni biz mumkin ma'nolar yig'indisi deb keyin yana kirgizamiz. Agar men 3 bo'lingan, men hisoblab ekanman. 3x plus 5 bo'lingan 4 minus 5x ratsional ifadenin biz albatta meyda yazıp qo'yishimiz kerak. Bunun mahraji 4 plus kechirsizlar. 4 ilingan 5x teng emas 0'ga ve meşerinin x teng emas 4'ni 5'ga bölersek 0,10'dan 8'ga deb yetib qo'yishimiz kerak. Unutmash kerak, şu mahrajini unutmashimiz kerak. Endi şu ratsional ifadelerning eng asosiy xususiyati addiy kesirlarnikidekla o'xshash, biz deymiz, surati bilan mahrajini 0'dan boshqa bir c sonini ko'paytsak, bizning bu ratsional ifademiz o'zgarmaydi. Birinchi hisobni boshlaylik. Ifadani ixchamlama deydi. Endi shu hisoblarni boshlamasdan burun aytib qo'yay, uni yuqoridagi ulanmaga qarab, agar sizlar qisqacha ko'paytirish formularini unutib qolgan bo'lsanglar, o'sha yerga qarab chiqinglar. Boshlaylik. 5x kvadrat plus 10xy plus 5y kvadrat formula keldi kelmaydi deganini men hozircha bilmayman, biroq cho'qim bunda desam bo'ldi. Birinchi amalda hammasi 5 ga bo'lingachga 5 ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i evalmiz. Shu chog'da qoldi x kvadrat plus 2xy qo'shilgan y kvadrat. Mahrajida 15 ni chiqarib atsak, qoldi x kvadrat ilingan y kvadrat. Endi o'ylab boqaylik. Bu yerda qaysi formula keldi? Maydanda ko'paytirilgan tug'anda 5 bilan 15 ni qisqartib atsak bo'ldi, qoldi 1 va 3. Buni tirnoqdagi ifade bizda ikki sonning qo'shindisini kvadratiga kelyapti, ko'raylik. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat kelyapti deymizda. Shuning uchun biz x ve y'ning qo'shindisini kvadrati deb yozamiz. Mahraji bo'lsa ikki sonning kvadratlarini ayirmasi formulasi kelyapti. Shuning uchun biz uni x minus y, x plus y deb ikki sonning ayirmasi bilan qo'shindisini ko'paytirish turida yozib olamiz. Endi bu yerda x plus y'dan men 2 tabog'ash bu kvadrat bilan mahrajga x plus y qisqarib ketsa, javobi qoldi x plus y bo'lingan x ilingan y. Ifadani ixchamlama. Bu yerda yaxshi yeri surati bilan nima bo'laydi? Ikki sonning qo'shindisini kvadrat formula kelyapti, durustmi? Yana bir formula yozib qo'yaymanki, a plus b kvadrat teng a kvadrat shikastlangan ab plus b kvadrat formulasi kelyapti. Shu vaqtida suratini x plus y ning kvadrat deb yozamiz. Ikki sonning qo'shindisini kvadrati turida yozdik. Mahrajida formula hozircha kamayadi. Biz 2 ni tirnoq teshig'i chiqarib atsak, qoldi x darajasida 4 ilingan y darajasida 4. Endi bu suratni ko'chirib yozib qo'yay. Mahrajida ikki sonning kvadratlarining ayirmasi formulasi kelyapti. Mayda x 4 deganimiz x 2 ning kvadrati. Shuning uchun biz
x kvadrat minus y kvadrat ve x kvadrat plus y kvadrat deb ikki sonning ayrımısı bilan qo'shimchasining ko'paytini turida yozib olsak bo'ldi. Hozircha hech kim qisqamaydi. Shuning uchun davomlashtiraylik. Suratida x plus y ning kvadrati mahrajida 2. Endi buni x kvadrat minus y kvadrat yana shu ikki sonning kvadratlarining ayrımısı formulasiga kelibdi. Shuning uchun x minus y, x plus y deb yozib olamiz. X kvadrat plus y kvadrat qoldi. Shunchalik yozganimizdan endi qisqaraydigani faqat buni x plus y bilan mayli bir x plus y ketadi ekan. Javobi bo'ldi mana shunday. X minus y, x kvadrat plus y kvadrat. Ifodali ixchamlangan. Bu yerda endi bir sonlarning kub kvadrat hech qanday formula ko'rmayapmiz. Shuning uchun bizni har qachon sizlar esingizda saqlab turinglar. Eng o'ng'ay narsa, eng qila oladigan narsa bizda har qachon umumiy ko'paytgichni tirnoq teshig'i chiqarish. Shu vaqtda mayda A dan 7 tal, mayda 10 tal bo'lsa, umumiysi A darajasi 7 ni chiqarib olsak, mayda A darajasi 7 ni ifoda qilib bo'linish uchun mayda ko'rinmaydigan biri bor. Shu vaqtda bo'ldi 1 minus A ning kubi. Yani darajaning xususiyatlarini unutgan bo'lsanglar, buni yuqoridagi ularni qarab esinglar sevilinglar. Mahrajida A kubni chiqarib olsak, qoldi A darajasi 6 minus 1. Mush yerda chiqara oladiganimiz A darajasi 7 ni A darajasi kubga bo'lib olsak, A darajasi 4 qoldi. 1 minus A kub turibdi so'ng, uni hozircha albatta biz ikki sonning kublarining ayrımısı turida yoza olamiz. Biroq undaq ichib etsam sal durust emasmikin deb baqa tutib turibman. Nemishga desam, buni A6 ni mayga yozib qo'yay. Bu bizda A kubning kvadrati deb o'yda tutsak bo'ldi. Shu vaqtda maydami 1 ning kvadrati bo'lg'achqa bu ikki sonning kvadratlarining ayrımısı formulasiga kelibdi. Bu chog'da u bo'ldi A kub minus 1 ve A kub plus 1. Teng. Endi bu yerda qaranglar, 1 minus A kub ve A kub minus 1 ular o'xshaydi, biroq faqat minus qatlichasi qildi. Shuning uchun biz bularni qisqartiramiz, biroq mega suratida minus 1 deb yozamiz. Shu vaqtda javobi bo'ldi minus A darajasi 4 bo'lingan A kub plus 1. Berilgan kasrni qisqartib n 4 dan 3, n minus 3 dan 2 bo'lganligi ma'nosini topinglar. Hesablayib deylik. Suratida nima qilamiz dedik? M ni umumiyda tirnoq teshig'i chiqarib olsak, qoldi 3m elingan n. Mahrajida bu mana kvadrat kelayotgan ekan, ikki sonning ayrımısının kvadrat formulasi kelayotgandek deysizlar, tekshirasizlar, har qachon tekshirasizlar. 9 degan 3 ning kvadrati. O'ttirsida 2 aslangan a bo'lishi kerak. Shu vaqtda 2 ni mayliga 3 ko'paytirsak 6m chiqadi. Bu yerning o'rnida n kvadrat. Shu vaqtda deymiz nima? Mahraji bo'ldi bizda 2 ifodaning ayrımısının kvadrati. Yozaylik. 3m elingan n ning kvadrati. Shu vaqtda buni polностью ketib, mayli darajasi ketib qoldi m bo'lingan 3m elingan n. Men m bilan m ni qisqartirishmayman, minus turdi. Endi biz sonlarni qo'yib chiqaylik. M degan 4 dan 3 ko'paytirilgan 4 dan 3, endi men kasrga yozib olsam bo'ldi ekan. Minus n, ya'ni minus shuning uchun plus 3 dan 2. Endi bu yerda oddiy kasrlar bo'lib qoldi. Shu vaqtda 4 dan 3 ni ko'chirib yozdik. Mayda 4 bilan 3 ning mahraji o'zaro oddiy sonlar bo'lib 12. 12 ni 4 ga bo'lib olsak 3 mayda 4, 9 yerda 3 27, 27 ga 8 ni qo'shsanglar 35. Kasrlarni bo'lganda birinchi kasrni ko'chirib yozib, ko'paytirilgan belgisi qo'yib ikkinchi kasrni o'rni almashtiramiz. Shu vaqtda bo'ldi 35 dan 12. Qisqaradigan nollar bor ekan. Shu vaqtda bo'ldi 35 dan 9. Berilgan tenglimini y orqali yechishadi. Bu yerda a teng emas b ga. Uning uchun y ni umumiy ko'paytgichi deb teshib chiqarsak, qoldi a ilingan b. Buni bizda ikki sonning kvadratlarining ayrımısını a minus b ve a plus b deb yozib olaylik. Shu vaqtda y ni chiqarish uchun
a minus b a plus b ni bölüp etmez a minus b'ga. Bu yerda gördüňiz a teň emes b'ga dedi. Sebäbi mährejde a b'ga teň bolsa 0 bu kaldı da 0 bölüşki bolmaýdy. Şonuň üçin buny men отдельно ýez goýgan. Anda bu bizge kerek условие bu, потому что bu yerda mähreji wdruk b bu kalsa b minus b 0 boldy. O wagtda ýeşimi ýok boldy. Şonuň üçin buny ýezip goýduk. Birak biz çykarganda teňlimide уже men a b kıskara ketdi, jaby kaldı prosta a plus b. İfadeni kıskartdylar. Endi kıskartış üçün elbette bunu sanlaryň arasynda köpeýtilgen turuşy gerek. Bizim ýer plus turganda mesela bunu a bilen mährejikde a ýa-ki b ýylan kıskartyş bolmaýdy. Plus turgaçka şonuň üçin biz köpeýtgiçlerge ajyryp daýrlaýdymyzda, birak 1, 2, 3, 4 koşulguçy bulanyň umumy hemmisinde bar nerse ýok. Şonuň üçin toplaş usulyny işleteýli. Onuň üçin a b bilen a c-ni bir topga jygaly. B kvadrat bilen bc ikinci top bolsun. Mährejini şundaklam. Bx, by bir jygylsyn, b bake. Ax bilen ay-de a bake. Bundak söz goýaýly. Şu wagtda bizde boldy. A-ny çykyryp atsak, meýde kaldy b plus c. Ahyrky iki koşulguçydan b-ni ýywasak, kaldy b plus c. Kana ýaxşy diýemiz. B plus c-la okşy diýem. Mährejide a-ny çykyryp atsak, x plus y. Ýan birside b-ni çykyryp atsak, ýan bir topdan kaldy x plus y. Bu ýerde şundak ýaxşy kep atdy, onuň ikisi okşy diýil. Hazır kıskartgan işlem ýok, sebäbi munyň garşysynda plus durdy. Şonuň üçin ýan bir qetim sürüti bilen mährejiden sürütide garaýmyz. B plus c okşaganken umumyda b plus c-ni çykyryp almyzda, kaldy a plus b. Mährejide x plus y-ni ýybatsak, umumyda kaldy a plus b. Şu wagtda a plus b la kıskara ketip, bir näde ýazaýly unutmaý. Kaldy b plus c bölüngen x plus y. 7-nji hesap. Buny ebeki 6-njy hesap okşaş. Toplaýmyz desek 4 alsam da göretemizler. Şu wagtda 1 minus 3m bir top bolsun diýelim. Bu wagtda 3m kvadrat we m kub ikinci grupu bolsun. Mährejide n bilen n-ni bir jygasak, k bilen km-ni ikinci grupu desek boldyken. Endi 1 minus 3m bu ýerde işlem ýok. Bundak prosta tırnak çekip goýaý. Endikisi de m kvadratni ýetirsak, meýde m kvadratni kaldy bizde 3. M kvadratni çykyryp atsak, kaldy 3 eýlengen m. Mährejide n-ni dişe çykyryp atsak, kaldy 1 minus m. Meýde k-ny çykyryp atsak, kaldy 1 minus m. Endi garaňlar, bu ýerde mährejide 1 minus m okşady. Buny ýani umumy dep tırnak dişe çykyryp atsak boldyken. Birak görüyorlar bunun sürütini. Sürütide biz ne boldy? 1 minus 3m meýde bolsa 3 minus m. İkisi okşamay kaldy. Şonuň üçin men sizlerge spesialny hata körsätdimde, biz по привычке 1 bilen 2-ni jygdyk, 3 bilen 4-ni jygdyk, bolmay kaldy. Şonuň üçin sel başgaça jygyş kerekke diýmiz. Mähreji durur, şonuň mährejinki 3m edim. Endi kana jygsak boldy. 1 bilen garaňlar. Birinçisi bilen ikincisini jygdyk bolmady. 1 bilen 3-ni jygşdyrsak, bularnyň umumy işlemsi ýokke 3m kvadratda. Meýde 3m bilen muny m kubny jygsaňlar, bu ýerden m-ni çykyryp atsaňlar 3 eýlengen m kvadrat ýaxşy emas. Şonuň üçin diýmiz, 1 bilen m kubny jygaýly birinçi topga, 3m bilen 3m kvadratny ikinci topga jygaýly diýelim. Şu çagda 1-niň men kubyny goýup atsam, 1-niň kuby o iki sanyň ýaz-goýap 1 minus m kub birinçi topga jygyldy. Minus dep çykyryp demeýli. Bolmasa plus goýaý. Plus meýde ikinci töpde ne boldy? 3m kvadrat minus 3m. Hazırçı men işlem kılmadım. Pakatla toplap aldım. 1'nin kubi adıpman. 1'nin kubi minus m'nin kubi. 3m kvadrat minus 3m. İştim özara yötkigeşki bizning iştim özgemigeşki продолжаем. Mähreci уже teyem. 1 minus m'ni teşik çıkarıp atsaňlar kaldy n plus k. Sürütide meýde iki sanyň kuplarynyň aýrymysy desek, biz onu a minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat formu bilen de ýazyp alsak,
katta qudaylishi 3m kvadrat minus 3m'dan 3m'ni teshik chiqarib etsak, qoldi m minus 1. Xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Sababi 1 ilingan m minus 1ni biz umumiy deb teshik chiqarib etsak bo'ldi. Prosta biz meyda nima deymiz? Buning razницasi minus 1 bo'lg'achqa meyga shu minus 1 keldi. Plusning o'rniga minus belgisi keldi. Bo'ldi. 1 plus m kvadrat minus 3m bölüngen 1 minus m ve n plus k. Endi 1 minus m la qisqaraydi ve qaldı m kvadrat. M'den 3m ni etsanglar 2m durustmi? Ve plus 1. Mahraji bo'lsa n plus k. Bu yan bir qatim bizde ikki ifadening ayrimisining kvadratiga keldi. A minus b'ning kvadrati shu vaqtida bo'ldi m minus 1ning kvadrati bölüngen n plus k. Tenglimini yeshava. Bu yerda endi y ni tepishimiz kerak. Mana qarang, y hammasi bor. Shuning uchun y ni chiqarib etsak, qoldi a kvadrat, 2ab ve b kvadrat. Bu yerda 3 ni tirnoq teshik chiqarib olaylik, qoldi a kvadrat minus b kvadrat. Endi y ni tepish uchun buni ikki sonning qo'shindisining kvadrat formulasiga kelyapti deymizda, uni biz a plus b ning kvadrati deb yozib qo'yaylik. A kvadrat minus b kvadrat bizde a minus b a plus b bo'ldi. Ikki ifadening kvadratlarning ayrimisi shu vaqtida y teng o'ng tarafga ko'chirib yozimizda. Endi buni y ning qarshidagi a plus b kvadrat mahrajiga tushadi. Tak qisqartirib etsak, qoldi y teng 3 a ilingan b bölüngen a plus b. Muşta yazılı, biroq albatta sizlar bu yerda deyishinglar kerak. Buni mahrajida a teng emas bo'lishi kerak minus b ga. Aslida sizlar yozib olasizlar a plus b teng emas 0 ga, keyin b ni minus b yetkazsanglar, chiqadi a teng emas minus b ga. Bu endi aniqlash sohasi deb ataladi. Kasrni qisqartinglar. Mahraj jamiyati kvadratga, shuning uchun bu yerda m ning o'rniga har qanday son qo'ysanglarmi bo'lamdi, bo'lmamdi ko'raylik. 5'da biz bu yerda ixchamlab olish uchun suratini na zagotovka qilib olaylik. M minus. Va bir o'tgan darslarda ko'rsatgan o'sha yerda qisqacha ko'paytirish formularida o'ng'ay yo'llarini ana shu yerda ham bir ishlatyapmiz. M minus deb. Minus har qachon yozib olamiz, keyin o'sha jo'ndaymiz. Qanday ikki sonning ko'paytirgisi 2. U albatta to'lqa 2 bilan 1. Endi qanday mushu ikki sonning qo'shnisi plus 3 bo'lishi kerak. Endi plus 3 bo'lish uchun men ikkinchisini nimaga nima qo'yib qo'yman? Plus qo'yib qo'yman. Bitti. Ikkinchisidan m kvadrat plus 6m plus 5 ni biz 5 yerda 1 desak, ko'paytirgisi 5, qo'shindisi 6 bo'lish uchun menga plus qo'yib qo'yman. Bu bir yo'li. Shu vaqtida bizda menda qisqaradigan m plus 1 la qisqarib ketib, javobi bo'ldi m plus 2 bölüngen m plus 5. Bu birinchi sposob bo'lgan. Ikkinchisida bunda deymiz. Men masalan buni bo'pti, unda ugadovchi qilib oldim. Biroq unda har qachon mumkin o'ng'ay kelmaydi. Shuning uchun biz m kvadrat plus 3m ning o'rniga m plus 2m plus 2 deb yozib olamiz. Mahrajida m kvadrat plus 6m ning o'rniga m plus 5m. Endi nimishki men bushda yozdim? Qarasizlar, men 2 bo'lsa 3'ten 2'sini yevetsizlar, чтобы toplash uchun. Mana ko'rdingizmi? 3 qo'shilg'ichni biz 4 ta qilib qo'ydik. Endi toplaymiz. M kvadrat plus m'dan m'ni teshik yevetsak, qoldi m plus 1. 2m bilan 2dan 2ni yevetsak, qoldi m plus 1. Mahrajida birinchi bilan ikkinchisida m'ni chiqarib etsak, m plus 1. Mayda 5 ni yevetsak, m plus 1 bo'ldi. Endi m plus 1 la o'xshaydi deb qisqartib jumlalar. Bu yerda 5'da m plus 1 ni tirnoq teshig'i evelib, mahrajini tirnoq teshig'i chiqarib elib, nima ko'rdinglar bu yerda? Shu chiqdi ekan. Shu chiqdi. Endi bu bundaq ikkinchi sposobda mustaq chiqarib shuni m plus 2 m plus 5 chiqdi. Oxirgi hisobimiz ifodani ixchamlangan.
toplasak bir yerdə, şu toplaş usulunu işletsek, mesela meyde 2ab minus b kvadratın b'ni çıkarıp etsek, deyileyim. Kaldı 2a ilangan b. Endiki a kvadrat plus x kvadratın eşitini çıkmaydı ki. Şunun için bir yerde ötken hesapla okşaş 2'den bölek toplaş usulü keme batıdı. O vaxtı da başka çıkarıştır bakalım. A kvadrat b kvadrat plus 2ab o bunu 3'ü почти formula kevittu deyimiz de. Şu vaxtı da biz eğer 2ab minus b kvadrat minus a kvadratda minusni tırnak teshik chiqarib elib a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat deb yozib olsak hech nima o'zgarmaydi. Plus x kvadratni ko'chirib yozamiz. Mahrajida a kvadrat 2 silangan ab и b kvadrat. Bunu b'ning o'rniga biroq x turdi. Shu vaqtida a kvadrat 2ax plus x kvadrat deb пока что yig'ib oldim. Ishtim qilmadim. Bu yerda o'rin almashdim faqatla. O'rin almashtirib yozdik. Ketdik. Endi mayda buni bizda ishki sonning ayrimsini kvadrat formulasiga kelyapti, durustmi? A minus b ning kvadrati plus x kvadrat. Mahrajida shuni formula, только b ning o'rnida x turdi. E'langan b kvadrat. Endi внимательно qarasanglar, bu bizda ishki sonning kvadratlarining ayrimsi formulasiga kelyapti. Mana buni x kvadrat deganinglar sizlarda a kvadrat. A minus b ning kvadrati deganinglar sizlarda b kvadrat. Minus tug'ashqa biz ishki sonning kvadratlarining ayrimsini a minus b, a plus b deb yozib oldik. O'rni qo'yib chiqaylik endi. X minus a minus уже plus b. Это men a minus b ni yozib oldim. Endikisida bo'ldi a plus b. То есть plus a minus b. A minus b deganning hamsi bu b ifodasi. Mahrajida a plus x minus b va a plus x plus b. Qarab boqaylik, qaysi nimalar qisqaraydi. Buni qisqaraydi, qaranglar. A plus x minus b, a plus x minus b. Qisqarib ketsa qoldi. X minus a plus b bo'lingan a plus, давайте plus b plus x deb o'rin almashtirib qo'yaylik. Bo'ldi, shuni bilan bizda ratsional ifodalarni turlantirish darsimiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Diqqatingizga rahmat.